Bismillahirrahmanirrahim. Durusul lug'at arabiyya 2-chi qism 12-chi dars. Hamda 12-chi darsni boshlashdan ilgari darsdagi maqsadli grammatikalarni so'zlab o'taylik. Bugungi darsimizdagi asosli maqsad qilingan grammatikaning birinchisi fe'l mudori'ni turlash. Bu to'g'riliq biz ancha-muncha savodimiz bor, buni turlab ko'ndik. Ikkinchisi inna va anning farqi cümledeki kelish o'rni. Ana men oldingi bir darsda shurub mushabbaha bil filnosida inna bilan anni to'g'riliq so'zlagan. Har ikkalasining asosiy ma'nosi o'zining kelgan jumlaning mazmunini ta'kidlaydi, kuchlantiradi. Ammo farqi inna jumlaning mazmunini ta'kidlaydi xolos. Anna cümlenin mazmununu ta'kidlash bilan birga cümleni mastarga aylantiradi, ismga. Masalan, inna Muhammadan talibun desa, Muhammad haqiqatan o'quvchi degan ma'noda. Ammo anni gap qolsa, anna Muhammadan talibun deb jumlalarning oralig'ida gap qolsa, Muhammadning o'quvchiligi deb tarjima qilamiz. Ikkisining mushlik farqi bor. An jumlalarda qanday farqlantiramiz degan vaqtda inna jumlaning 5-dan keldi. Masalan, innaning oldida bir narsa kelmaydi. Ya'ni kelalay demakchi. Anna jumlaning 5-da kelanmaydi. Cho'qim uning oldida ma'lum bir bo'lak kelib, o'sha bo'lakning ikkinchi bo'lagi hisoblanib keladi anna. Masalan, anna deb gap boshliqli bo'lmaydi. Cho'qim oldida ma'lum nima bo'lishi kerak, bo'lak bo'lishi kerak. Buni farqi mana shu. Hozircha İkinci so'zlanadigan grammatikalik mazmun kunlarning, ya'ni haftadagi kunlarning ismi. Masalan, bir haftada 7 kun bor emasmi? 7 kundagi yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba deganlarning ismi. Yakshanba degani yawmal ahad, dushanba yawmal ithnayn, chorshanba yawmal thulatha, payshanba yawmal arbi'a. Seyşembe kaldı mı? Seyşembe yevmel, düşembe yevmel isnayn, seyşembe yevmel solatha, çarşembe yevmel arbi'a, peyşembe yevmel hamis, cuma yevmel cum'a, şembe yevmel sebt. Degandek 7 xil nom bilan ataladi. Yevmel ahad, yevmel isnayn, yevmel solatha, yevmel arbi'a, yevmel hamis, yevmel cum'a, yevmel sebt. Mana bu shundoqni bilib olsak, undan başka alohida grammatika uqumi yo'q, ha? Oldi bilan so'zliklarni bir o'qib, tarjima qilaylik. Al-kalimatul jadida. Dawa'un, adwiyatun, wajibatun, jarun, jiranun, tilmizun, talamiza, tilmizatun, tilmizatun, rakmun, arqamun, hatifun, havatifu, amalun, a'malun, vaqtun, awqatun, vazirul kharijiyya, shahida yashhadu, dahika yadhaku. Davaun dora. Adviya köplüki, vacibatun, tapşırık, carun, hoşna, ciran, köplüki, tilmizun, şagird, o'quvchi, talamiza, onun köplüki, tilmizatun, kız o'quvchi, kız şagird qilmag'adi, tilmizat, onun köplüki, raqmun, numur, arqam, köplüki, hatif, telefon, havatifu, köplüki, amalun, ish, xizmat, a'malun, köplüki, vaqtun, vaqt, awqat, köplüki, vazirul kharijiyya, tashqi ishlar ministri, shahida yashhadu, ko'rdi, ko'ryotidi, qatnashdi, qatnashyotidi, guvohlik berdi, guvohlik beryotidi degan ma'noda. Shunday xil ma'nosi kuchga ega. Dahika yadhaku, kuldi, kulyotidi. Ama diyalogni
أول ما برقوق ترجمة قرأي. الدرس الثاني عشر. ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. هل هو على المكتب في غرفتي؟ كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. نعم أنا اليوم أحسن والحمد لله. متى تذهبين إلى المستشفى؟ فأذهب بعد ساعة إن شاء الله. مع من تذهبين؟ سأذهب مع أحمد. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ نعم أعرفها، اسمها الدكتورة سعاد. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ نكتب الواجبات. أتفهمون الدروس جيدا؟ نعم نفهمها جيدا والحمد لله. أي سورة تحفظون الآن؟ أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. ماذا تفعلين أنتن يا بناتي؟ نحن الآن نلعب. أفي وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. أحسنتن يا بناتي، هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ أتعرفن أنها مريضة؟ نعم نعرف ذلك، شفاها الله. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. يا أحمد أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم. أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله. Hozir bir tarjima qilib o'tay. 12-dars Hamid bilan Umma Ahmadning o'tirdagi dialogi. Maza taf'alina ya Umma Ahmad? Umma Ahmad, nima ish qilyapsiz? أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. Tunugun doktorxonadan olgan dorini izlayapman. هو على المكتب في غرفتي. U mening yotqimdagi ustal ustida. Ya'ni bu tarjima jarayonida sizlar asosli fe'l mudori'ninki har xil turli shakllarga diqqat qilinglar. Undan keyin inna ananing ishlatishga diqqat qilinglar. Inna aslidagi jumlaning mazmunini o'zgartmaydi. Anna jumlaning mazmunini ismga o'zgartirdi. Shuni nuqtaga diqqat qilinglar. Undan keyin oldingi jumladagi allazi oldingi darsda o'tdik, qan degan ma'noda. Kayfa haluka al-yawm? Bugun ahvolingiz qanday? La'allaka al-yawm ahsan. Bugun yaxshi-g'u deyman. Nimada? Yaxshi-g'u deyman degani yaxshi bo'lishingizni umid qilaman deganda umid shaklidagi fe'l, yo'q jumla. Naam, ana al-yawma ahsan walhamdulillah. Shundoq. Men bugun yaxshi, Allohga shukr. Mata tazhabina ila al-mustashfa? Doktorxonaga qachon borasiz? Tazhabin. Kichkin shaxs ayollar birlik shakli. Sa'azhabu ba'da sa'atin inshaalloh. Alloh xolisa bir soatdan keyin boraman. O'rindagi sa'azhabudagi sin fe'l mudori qo'shilgan kelgu zamon qo'shimchisi. Ma'aman tazhabin, kim bilan borasiz? Sa'azhabu ma'a Ahmad. Ahmad bilan boraman. Ata'rifina at-tabiba allati dhahabti ilayha ams? Siz tunugun borgan doktorni tunumsiz? At-tabiba allati borgan doktor. Na'am, a'rifuha. Shundoq tuniman. Ismuha ad-doktora Suad. Uning ismi doktor Suad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatun fil mustashfa. Ularning deyishcha u doktorxonadagi eng yaxshi doktor ekan. Maza taf'aluna ya abnai? Ballarim, nima ish qilyapsizlar? Taf'alun erlik, ko'plik, ikkinchi shaxs shakli. Naktubul vajibat. Topshiriqlarni yozyapmiz. Atafhamuna durusa jayidan? Darslarni yaxshi tushunyapsizlar? Naam, nafhamuha jayidan walhamdulillah.
Allohga shukr, shundoq Allohga shukr, yaxshi tushunyapmiz. Ya'ni qilyapmiz, aytyapmiz. Fe'l mudori hozirgi zamon ifodalayapti. Ayya suratin tahfazuna al-an. Hozir qaysi surani yodlayapsizlar? Amma ana fa ahfazu suratal mulk. Amma men bo'lsam sur mulkni yodlayapman. Mana turgangi darsdagi amma kelgan jumlada ammaning jazo jumlasining javob jumlasida nima ko'rsatadi? Fa. Va amma haula fa yahfazuna suratal qalam. Amma bular bo'lsa sur qalamni yodlayapti. O'xshashlar ammaning javobiga kelgan fa yahfazunga fa kiryapti. Diqqat. Va maza taf'alna antunna ya banati. Qizlarim, sizlar-chu nima ish qilyapsizlar? Mishalga sizlar-chu degan bilan chiqsanglar, va mazadagi vo'dan chiqadi. Ya'ni oldingi jumladanki ulashma jumlasi ekanligini isbotlaydi, isbotlaydi. Nahnu al-an nal'ab. Biz hozir o'ynayapmiz. Afi vaqtil amal tal'abna? Ish vaqtida mo o'ynayapsizlar? Mata taqra'na ad-durus? Darslarni qachon o'qiysizlar? Va mata taktubna al-wajibat? Topshiriqlarni qachon yozasizlar? Nahnu qara'na ad-durus va katabna al-wajibat. Alhamdulillah. Biz darslarni o'qib bo'ldik, topshiriqlarni yozib bo'ldik. Allohga shukr. Ahsantunna ya banati. Yaxshi qildinglar qizlarim. Hakaza taf'alu at-tilmizat wal-mujtahidat. Tirishcha o'quvchi degan mushunda qiladi. Mata tazhabna li ziyarati xalatikunna? Sizlarning hammachanglarni yo'qlashga qachon borsizlar? Ata'rifna annaha marida? Uning kasalligini bilamsizlar. Mana o'rinda jumlaning oldiga anna keladi, jumlani ismga aylantirib kasalligini deb tarjima qildik. Diqqat. Naam, shundoq. Na'rifu zalik. Shuni bilamiz. Shafahalloh. Alloh shifolik bersin. Sanazhabu li ziyaratiha hadha al-masa inshaalloh. Alloh xolisa uni yo'qlashga bugun kech boramiz. Hazal masal deganga mushu kech degan gap, ya'ni bugun kech demakchi. Ya Ahmad, atarifu mata yarji'u al-jiran min Makka? Ahmad, bilamsa, qo'shnilar Makkadan qachon qaytib keladi? Qala li Yusuf, innana sanarji'u fil usbu' al-qadim. Yusuf menga biz kelaka haftada qaytib kelamiz degandi. Azummu annahum sayarji'una yawm as-sabt inshaalloh. Mencha ular shanba kuni qaytib keladi. Yoki Alloh xolis ular shanba kuni qaytib keldi-ku deyman. Tekis tushunishlik bo'lgan bo'lsa, mashqlarni bir qurib tushunib ketaylik. Tamarin, ko'nikmalar. At-tamrinul avval, birinchi ko'nikma, sahih ma yali, tuandiklarini to'g'rilang. Ana bu mazmun jihatda darsga asoslangan bo'lg'achqa, biz avval darsni tushunib bo'lgandan keyin to'g'rilishimiz kerak. Masalan, birinchisi tabahasu Umma Ahmad anil Miftah. Umma Ahmad ochqish izlayotdi. Dars mazmunida ochqish izlayotmaydi, to'g'ri izlayotdi. Shunga o'xshash mazmunni tushunib bo'lgandan keyin ishlashimiz kerak. Kelasi soat ishlaymiz. Ikkinchi mashq an-nisl fa'ila fi kulli min al-jumal al-atiyah. Tuandagi jumlalarning har birida fa'ilni ayollik o'zgarting. Fa'il ayollik o'zgargan ekan, filmu mas qadamda ayollik shaklga o'zgaraydi. Masalan, ata'rifu al-lughat al-arabiyya ya sayyidi? Afandim, arab tilini tushunamsiz? Bundagi ata'rifudagi fa'il tigidagi anta. Biz antini ayollik o'zgarsak, filmu mas qadamda o'zgarib, nimaga o'zgaraydi? Ata'rifina al-lughat al-arabiyya ya sayyidati. Xonim, arab tilini bilamsiz? Ata'rifin anti. Wa maza ta'kulu ya Muhammad degani? Ya Fatima, maza ta'kulin? Ta'kulni nimaga o'zgartiramiz? Ta'kulin. Shunda qog'ozlarni ishlasak bo'ladi, ha? Uchinchi mashq. Tuandagi jumlaning har biridagi fa'ilni yana ayollik o'zgartirib deyapti. Yana o'xshash, ha? Masalan, ayna tazhabuna ya ikhwan? Bunidagi fa'il tazhabundagi vo, ya'ni tigidagi antum. Endi bu antumni biz antumnaga o'zgartirsak, filmas qadamda o'zgaradi. Masalan, ayna zahab, ayna tazhabna ya ikhwan degan qog'ozlarni shu bo'yicha ishlasak bo'ladi. To'rtinchisi, tuandagi jumlaning har biridagi mubtadoni igini ko'plikka aylantiring. Masalan, birinchi biz bergan misol, ana afhamu dars jaydan. Mubtada qaysi? Ana. Anani ko'plikka aylantirsak, ana nahnu o'zgaradi. Nahnu o'zgargandan keyin uning keyingi film mas qadamda ko'plikka o'zgaradi. Masalan, ana afhamu dars jaydan. Men darsni yaxshi tushunaman. Nahnu nafhamu dars jaydan. Nahnu o'zgaradi, afhamu nafhamu o'zgaradi. Qog'ozlarini shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi. 5-chi mashq amama kulli jumlatin sighatan lil fi'li. Har bir jumla oldida fe'lning ikki shakli bor.
İxtar as-sighata as-sahiha va akmil biha al-jumla. To'g'ri shaklni tanlab, buni bilan jumlani to'liqlang. Masalan, birinchisida fi ayyi sanatin ya fatat. Hay qizchaq, qaysi yillikda deyotdi. Endi bunda cho'qim o'quvchi degan gap Uyg'urcha. Endi mush qizchaqqa mas holatdagi o'quvsiz degan gapni arab tilida nima deymiz desa, tadrusin ikki til keldi. Buni qaysi mas albatta qiz bo'lgandan keyin, ayol bo'lgandan keyin tadrusin kelish kerak. Qog'onlarini mo tirnoqchidagi bizga berilgan ikki shakldagi tilning mas keladiganlarini tanlab o'shuni qo'ysak bo'ladi, ha? 6-chi mashq ta'ammal al-amsilat al-atiyya. Tundagi misollarni o'ylab baqing. Masalan, bu misolda asosligi inni bilan annining jumladagi farqi. Masalan, sami'tu annaha ahsana tabibatin fil mustashfa. Yaquluna innaha ahsana tabibatin fil mustashfa. Ammo ikki jumla tarjima qilib boqamiz. Sami'tu mana da tarjima qilamiz. Anna o'zidagi jumlani ismga aylantirg'achqa, uning doktorxonadagi eng yaxshi doktor ekanligini angladim. Annadan keyingi butun jumla bir ism ma'nosida. Uning doktorxonasidagi eng yaxshi doktor ekanligini angladim. Ana ikkinchi jumlani tarjima qilgan vaqtda uni da tarjima qilib olmaydi. Ularning deyishicha, u haqiqatan doktorxonadagi eng yaxshi doktor ekan. Inna jumlaning mazmunini o'zgartmaydi, o'z bilan ta'kidlaydi. Anna jumlaning hammani yig'ib akib bir ismga aylantirdi. Shuni tushunib olsak bo'ldi. Undan keyingi misol qarab baqsak, masalan, innal Qur'on kitobulloh. Qur'on haqiqatan Allohning kitobi. Bu bir tushuntirishlik nuqta. Ikkinchi nuqta qala yaqulu degan fillardan keyin gap qolsa, inna o'qiymiz. Birlam fila qala yaqulu degan fildan keyin gap qolsa, inna o'qiymiz. Qolgan fillardan keyin gap qolsa, anna. Mushuni tushunib olsak bo'ladi. Davodud masalan qaranglar, jumlaning boshida inna, qaladan keyin inna, boshqa fillardan keyin anna. Buni mushu qaratlar, anna bilan innani ayirib olsak bo'ladi. Anda olsa, tundagi jumlalarni innining hamzasini qoidaga solishidan o'qing degani, anna o'qamiz, innimi obdan o'ylab taqim o'qing deydi. Azunnu qalidan keyin gap qolsa, jumlaning besh gap qolsa, inna o'qiydigan bo'lgan. Qolgan fillardan keyin anna o'qiydigan bo'lgan shundan deganda azunnudan keyin albatta anna o'qiladi. Azunnu annahu talibun dedi. Qala al-mudarris inna. Chunki qali kelgandan keyin qoldan keyin kelgan fil nima qiladi? Inna. Qolganlarini shu bo'yicha tushunsak bo'ladi. Diqqat, jumlaning 5 tikib qolsa inna qo'yamiz. Qolidan keyin gap qolsa inna qo'yamiz. Qolgan fillardan keyin gap qolsa inna qo'yamiz. 7-chi mashqda bizga asosida haftaning kunlarini biryapti. Yawmal sabt, yawmal ahad, yawmal ithnayn, yawmal sulasa, yawmal arba'a, yawmal khamis, yawmal jumu'a. Ya'ni shanba, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Mushuni tushunib olsak bo'ldi.